Endi o'sha mashhur morojnilarni tatib ko'ramiz. Mo'minisiga xitoycha yozilgan, qolgan ikkitasiga koreyscha yozilgan. Qayerda ishlab chiqarilgan endi bular? Shaftoliligi, mangoligi, uzumligi. Shaftoliligidan boshlaymiz. O'zbekistonda men bulardan yeb ko'rmaganman, sababi narxi juda ham qimmat edi O'zbekistonda. Lekin bu yerga kelib Koreyada yeb ko'rish nasib qildi. Peach. Shaftolini mazasi kelmayapti, oddiy qaymoqli morojniy. Keyingisi bizda mango. Voy. Bundan ham ozgina mangoni mazasi kelyapti, lekin ko'p emas. Bu ham qaymoqli morojniy. Oxirgisi bizda uzumligi. Men buni blueberry deb olgandim, lekin uyga kelib qarasam, uzum ekan. Shokolad. Usti shokolad. Faqat shokolad bilan qaymoqni mazasi kelyapti. O'ylaganchalik wow narsa emas ekan. Bitta olib try qilib ko'rishga bo'ladi.